Assalomu alaykum do'stlar. Haftaga darslarimizni davom ettiramiz. Bugun biz qirqimni yonini, ya'ni bokoviy qirqimni chizib ko'rib chiqamiz. O'tgan dars mana biz old tarafdan, ro'paradan qirqimni chizgan edik. Yon qirqimni chizish uchun biz mana planirovkamizdan bitta kopiya olamiz yonga. Kopiya oldik. Buni biz endi rotate bilan, RA probel bilan pastga mana burib olamiz. Xuddi shunaqa davom etamiz. Ya'ni biz mana qirqimni chizib o'tamiz. Endi biz bu liniyaga emas, bu yashil liniyaga e'tibor beramiz. Liniyadan pastki qismini yo'q deb, ya'ni e'tibor bermaymiz. Faqat tepa qismida nima joylashgan bo'lsa, shu narsani chizib o'tamiz. Birinchi navbatda line olamiz. Line chizdik. Bu yerdan bitta line chizamiz. Mana yer. Bunaqasiga mana tomgacha bo'lgan narsalarimiz yetmadi. Trim bilan yetkazib olamiz. RA probel. Hop, ketdik. Bo'lsa A probel. Birinchisini 600 ko'taramiz tepaga. Trim bilan ikki chetini olib tashlaymiz. A probel ikkinchisi. Balandligimiz birinchi etaj balandligi 3 metr. 300 ko'taramiz. Birinchi etaj bilan ikkinchi etaj o'rtasidagi plita. Yana 3000 ko'taramiz A probel bilan tepaga. Ikkinchi qavat balandligi A probel, oxirida 2000. Mana 2000. Biz demayman, bunisi xato ekan. Uni o'chirib tashlaymiz. Trim bilan ikki chet shiftni bosgan holda yetkazib olamiz. Mana. Pastki qavatni ham davom ettirib ketamiz. 300. Birinchi etajni 600 ko'targanimizdan tegdi. Trim bilan yerni olib tashlaymiz. Faqat ikki cheti qolishi kerak. O'tgan dars podvalimizni 2,5 metr qildik balandligini. Buni ham 2,5 metr qilib A probel ikkita 100 tashlaymiz. Pastga mana bitta, ikkita trim bilan ham ikki chetni mana yetkazib olamiz. Bitta, ikkita, mana 3 ta. Oxirigacha pastga tushdi. Endi biz devorimizni qalinligini qilib olishimiz kerak. A probel 400, bizning asosiy devorimiz qalinligi. Ikki tarafdan ham ichkariga olib olamiz. Xo'p, bundan bitta kopiya olib tepaga chiqarib qo'ysak, ancha osonroq bo'ladi. Xo'p, endi biz mana kelganimizda mana bu yoqdan bu yoqqacha o'lchaymiz. Necha 4,5 metr chiqyapti. Demak, biz A probel 4500 qilib mana bu yerga bitta line olamiz. Bu devor qalinligi 200, asosiy devor emas, qo'shimcha bo'luvchi devor. A probel 200 qilib, uni yonga 200 mana kopiya olamiz. Trim bilan tepasini, podvoldagi pastini o'chirib tashlaymiz. Mana xuddi shunaqa holat bo'ladi. O'rtasini ham o'chirib tashlaymiz. Ko'rib turibsizlar, bu qirqimda unaqa ko'p narsa yo'q, faqat devorlarda mana derazalari bor, o'rtada kesilgan pergorodka, ya'ni bo'luvchi devori bor. Mana e'tibor bersanglar, har bitta plita bittalab chizib yasalib chiqilgan. Bu narsani bitta yasab olamiz, qolganiga kopiya olamiz. Uni yasash, hop, uzunasi 1190 edi adashmasam, qalinligi o'sha 300 bo'ladi. PL probelni yonga yasab olamiz mana. 1190, pastga 300 mana. 1190 и tepaga mana birlashtirib qo'yamiz. PL bilan yasaganimiz uchun mana yaxlit bitta line bo'lib turibdi. Xo'p, bu yoqdan markazgacha bo'lgani 148,75. Hop, line olamiz mana. Bu yoqqa yo'nalish berib 148,75 qilamiz va sirkul chizamiz. Sirkulni razmeri 80. Xuddi shundan ushlab kopiya olamiz bu tarafga. Buning uchun hop, biz bunday qilib I probel qilib mana yarmidan bu tarafga olsak bo'ladi. Ikki chetda bo'ladi. Uning uchun bu yoqni ham qo'ysak, ikki tarafda birdaniga doira paydo bo'ladi. Buni markazdan unikigacha 297,5 ekan. Line chizamiz. Bu yerga 297,5. Sirkul yordamida mana unga ham 80 lik doira chizamiz. Ikkita qo'shimcha liniyalarni o'chirib tashlaymiz. Ikkalasini ushlab, I probel markazdan bu tarafga mana nol qilib kopiya oldik. Buni endi hamma
qatoriga qo'yib chiqamiz. Uning uchun ikki chetini mana buni ochib olishimiz kerak biz. Line chizamiz. Yonga 200 tashlaymiz bu line ni. Undan kopiya olib, har bitta joyga qo'yib chiqamiz. Mana bu yerga, va mana bu yerga. Endi mana buni qo'yib chiqsak bo'ladi. Kopiya. Hashini ham birato'la berib olsak, qiynalib o'tirmaymiz mana. Hashini razmeri mana o'zingiz uchun screenshot qilib olasalar, xuddi shunaqa to'g'rilab olasalar. Men bu odamni kopiya qilib bu yoqqa olib o'taman. Endi mana kopiya olsam bo'ladi. Endi boshladik. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta to'g'ri keldi. Pastga ham xuddi shunaqa qilib, mana 1 ta, 2 ta uzmagan holda qo'yib chiqaramiz. Pastga ham mana 10 ta to'g'ri keladi. Qo'ydik. Endi biz derazamiz balandligini hisoblashimiz kerak. Line olib tepaga ko'taramiz. 900 parallel 1600 derazamizning balandligi. Line olamiz o'rtasidan, ya'ni markazdan qo'yamiz. Ikki chetga parallelda yana 35 tashlaymiz. Mana rangini ko'k qilib qo'yamiz. Xuddi shuni kopiya olib ikki tarafga ham qo'yib chiqamiz mana, tepasiga ham, pastiga ham. Endi biz qiladigan ishimiz kolonnalardan olib, kopiya olib qo'yish. Bu kolonnani sizlar tepadan olsanglar bo'ladi. Faqat biz noto'g'ri oldik. Buni tepadagi burchagidan ushlashimiz kerak edi. Kopiya. Mana pastki qavatiga va mana bu yoqqa ham qo'yamiz. Bu yoqqa va mana bu yoqqa. Endi mana hash berib chiqsak bo'ladi. Bitta, ikkita g'ishtli joylariga g'isht teksturasini, beton, ya'ni sement joylariga sement teksturasini berib chiqamiz. Mana bizda ham bitta hash qolib ketibdi. Mana g'isht teksturasi ko'rib olsanglar, shu yerdan to'g'rilab olasizlar. Mana parallel qilib bundan bu yoqqa kopiya olamiz mana. Bu yoqda qolib ketmasin, mana qo'ydik. Pastki joylarini endi sement bilan qilib chiqamiz. Shuning uchun biz pastki noshkalarni ham to'g'rilashimiz kerak. Trim bilan bu yoqni o'chirib tashlaymiz. Mana bu yoqni ham o'chirib tashlaymiz. Bizda ham bitta line qolib ketibdi, uni ham o'chirib qo'yamiz. Esingizda bo'lsa, pastki noshkalarni 500, yonga 400, pastga ham 400 mm, bu yoqga 800. Keyin bu yoqqa mana birlashtirib qo'yamiz. Xuddi shuni mana bu yoqdan ham davom ettiramiz. Pastga demak 900 bo'ladi. Yonga qiyshiq line'imiz o'chiramiz, boshqatdan qilamiz. Pastga 900, yonga 800, tepaga 400, bu yonga 400 va tepaga mana 500 judolarni birlashtirib qo'yamiz. Bizda yana qatta kolonna qolib ketyapti. Demak, o'rtada kolonnamiz bor ekan, uni mana bu yerdan olib kelamiz. Uning uchun biz mana bu narsadan bitta kopiya olib olishimiz kerak. Nargisdan kopiya olsak, o'zimizga ancha oson, qulay bo'ladi. Kopiya burchagidan olamiz va olib borib mana pastdan hamdan tushirib kelamiz. Pastga. Mana tekshiramiz, to'g'rimi yo'qmi? Va biz mana to'g'ri qo'yamiz. Endi mana hash bersak bo'ladi. Parallel bu yoqga va tepa chetlariga hash beramiz. Yana mana bunga ham berib olamiz. Mana kopiya olib, mana bundan olamiz. O'tgan dars ko'rsatgan edim, sementnikini. Oldingi videoga o'tib ko'rib olsanglar bo'ladi. Bizga o'rtadagi devorlarni g'isht teksturasi qolib ketdi. Bunga ham boshqatdan mana g'isht tekstura berib olamiz. Mana parallel bilan bundan kopiya olib, o'rtasiga beramiz.
Bizda bitta qoldi, ya'ni pastdagi shebin teksturasi. Tosh. Olib bu yerdan kopiya olamiz. MA da kopiya olib, bosib ustiga bu yerga kopiya qilib tushiramiz. Qirqimimiz tayyor. Endi biz buni pastdan mana juda uzun bo'lmagan holda mana bunaqa lotka qilib qo'yamiz. HA. Bu yerga ham mana yer teksturasini xohlagancha berib qo'ysak bo'ladi. Kelinglar. O'tgan safargi qirqimimizdan olib, bunga ham kopiya berib qo'yamiz. Trim orqali bu yerlarni o'chirib tashlaymiz va mana ko'rib turibsizlar, bizda qirqimimiz tayyor bo'ldi. Bugun darsimiz shundan iborat edi. Keyingi dars ko'rishguncha xayr.